Men kelinni kelinim emas, qizim deb olyapman deyapsizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Bugun Munis savdo do'konlaridan kormona va sovg'alar uchun nima olsa bo'ladi? Yuringlar, ko'rib chiqamiz. Shu idish to'plamlardan olsangiz, Xudo xolam shuni chiroyli qizini sizga berib yuborishi aniqda. Kundalik uchun shunaqa ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan 60 talik idishlar naborimiz 12 oyga 135 ming so'mdan to'g'ri keladi. Do'konimizdagi har qanday idishlar to'plami xonadoningizga ko'rkamlik bag'ishlaydi. Ko'rmonaga budjetliroq narsa qidirayotgan bo'lsangiz, biz sizlarga shunaqa ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan paravoy dazmollarimizni taklif etamiz. Ularning barchasini 57 ming so'mdan 12 oyga boshlang'ich to'lovlarsiz xarid qilishingiz mumkin. Ko'rmona uchun yana bir zo'r narsa topib qo'ydim. Samsung brendini bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Bizning do'konimizda Samsung brendiga tegishli har xil turdagi va rangdagi pistoslar bor. Agar buni ko'rmonaga beradigan bo'lsangiz, hammani og'zi ochilib qolishi aniq. Men maydalashib o'tirmayman. O'zi tilla olib bermoqchi edim. Lekin kelinning tillolari ko'p bo'ladi-yu, o'rniga nima olib bersamikin deb o'ylayapsizmi? Bunda bizning do'konimizdagi LG brendiga tegishli 43 talik smart televizorini xarid qilsangiz, dushmanlar kuyishi aniq. Ko'rmonaga sovg'ani qatdan olishni bildingiz. Endi bu yerda manzili qayerda deb so'rayotgan bo'lsangiz, yuring, tushuntirib o'taman. Manzilga keladigan bo'lsak, Namangan shahrining Mingbuloq tumanidagi Ichki ishlar binosining yonginasida Munis savdo markazi. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga bog'laning.